Meni guvohim bor. Qani, kim guvohlik beradi? Hoziroq shu yerga chaqir. Albatta. Men hozir na meni taniydigan va na Zulayho xonimdan qo'rqadigan bir guvohni chaqiraman. U gapini to'tiqush singari gapiradi. Faqat kimga qarshi yoki kimga yon bosayotganini ham bilmaydi. U Zulayho xonimning qarindoshi. Uning guvohligi shubhasiz xonim foydasiga bo'lishi kerak. U kim? Jazolanishdan oldin uni bu yerga chaqiring. Mening guvohim shu yig'layotgan chaqaloq. Meni masxara qilyapsanmi? Siz uchun qilgan barcha xizmatlarim haqqi o'sha bolani bu yerga olib kelishingizni so'rayman. Chaqaloq guvohlik beradimi? Meni ammavachchamni bo'lasimi? Muammo yo'q. Ayting, uni olib kelsinlar. Putifar hojamizga salomlar bo'lsin. Sitenen meni ammavachcham va uni chaqalog'i Kisin. Undan guvohlik berishini so'rang. Kisin, gapir. Alloh senga nimani o'rgatgan bo'lsa ayt. Men Robbimning so'zlarini uning izni bilan aytyapman. Agar ko'ylak old tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybsiz, Yusuf aybdor. Agar ko'ylak orqa tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybdor, Yusuf esa aybsizdir. Qanday qilib gapirding, Shirintoyim? Zulayho meni ko'z yoshlari bilan aldamoqchi bo'ldi. Albatta, ayollarning makri juda yomon bo'ladi. Seni ayblaganim uchun uzr so'rayman. Sen Zulayho va meni kechirasan deb umid qilaman. Bu voqeani abadiy sir saqlashingni iltimos qilaman. Hech kim bu haqda hech kimga aytmasligi kerak. Agar kimdir buni oshkor qiladigan bo'lsa, u qattiq jazolanadi. Hammaga ruxsat. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi? Chaqaloq. Kesin. Sitenenni chaqalog'i. U gapira boshladi va hamma narsani oshkor qildi. Hech zamonda chaqaloq gapirganmi? Lekin u gapirdi. Lekin u qanday gapira oldi? Bilmayman. Yuzarsif undan so'radi. So'ng gapira boshladi. Chaqaloq, men Robbimni izni bilan gapiryapman dedi. Bu sehr jodu. Bu haqiqat bo'lsa ham sehrdan boshqa narsa emas. Yuzarsif saroy ahli singari o'sha chaqaloqni ham jodulab qo'ygani aniq. Bu chaqaloqdan boshqa hech kim menga qarshi guvohlik berishga jur'at etolmasdi. Bu sehr jodu
Yuzarsif jodugar. U o'tda kuydirilishi kerak. Bas qil, Karimova. Eshiklar qulflangandi-ku, xonim. Qanday qilib qochib qutula oldi? Bunga aql bovar qilmaydi. U qulflarga tegib ham qo'ymadi. Ammo eshiklari ochilib ketdi. O'zidan, a? Men sizga uning jodugar ekanligini aytgandim-ku. U jodugar, podugar emas. Uni bolaligidan katta qilganman. U hech qachon sehrgar yoki jodugarga bormagan. Lekin bu eshiklar, ana bu chaqaloq. Chindan ham. Yuzarsif kim? Sitanen, Labbay hojam. sen qanday gapirding? Haliyam ishona olmayapman. Bu yerda sen nima qilyapsan? Nega saroyga kelganding? Men Memfisdan Zulayxoni ko'rgani kelgandim. Bunaqa voqea bo'lishini bilganimda aslo kelmagan bo'lardim. Sen ammavachchang Zulayxoni ko'rgani kelgansan. Buni yomon joyi yo'q. Senga va chaqalog'ingga rahmat. Agar sizlar bu yerda bo'lmaganingizda, men Zulayxoni gapiga aldanib, bir sofdil yigitni umriga zomin bo'lgan bo'lardim. Bolajonim, o'zimni qanday qilib gapirding? Zulayxoni qanchalar jahli chiqqanini tasavvur ham qila olmaysiz. 6 oylik chaqaloq tilga kirdimi? O'z quloqlarim bilan eshitdim. Agar bu narsa hamma joyda tarqalsa nima bo'lishini bilasizmi?
Aytishlaricha Zulayho uni anchadan beri sevar ekan. Men bunga saroyda guvoh bo'lgandim. Yuzarsif haqida gapirganda Zulayho juda xafa bo'lib ziyofatni tark etib ketgandi. Bu voqea hozir shaharda duv-duv gap bo'lgan. U shunchalik mag'rur va dimog'dor ediki, qancha erkaklar unga gapirishga yuragi betlamasdi. Endi u qulni oyog'iga yiqilibdimi? Misrning buyuk xudosi Amonning xotini va ibodatxona ma'budasining ishqi bir cho'pon qo'liga tushibdi kelib. Bu sharmandalik-ku. Buni aniq-mahu bosh rohib ham bilishi shart. Zulayho va Putifar bu hodisadan osonlikcha qutulib ketmaydi. To'g'ri. Putifar va Zulayhoning nomusi va qadr-qimmati ushbu voqeaga albatta bog'liq bo'ladi. Men senga meni bezovta qilmanglar deb aytganmidim? Yo'qol bu yerdan.